Endigi darsimiz tabel yasashlik, ya'ni oylik hisoblashdan oldin xodimimizni bir oy davomida ishlagan kunlari, ishga chiqqan chiqmagan kunlarini aniqlab, tabelini tuzib olishimiz, bir oylik tabellarni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi va o'sha asosida ishlagan kuniga qarab oylik hisoblashimiz kerak bo'ladi. Demak, oylik hisoblashlik uchun birinchi bo'lib qilinadigan ishimiz ekan. Bu uchun biz zarplata kadr bo'limiga kiramiz va bu yerdan tabelini tanlaymiz. Hop, yangi tabel yasashlik uchun Sazdatni bosamiz va qaysi oy uchun tabel yasamoqchi bo'lsak, o'sha oyni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun deylik, fevral oyi uchun yasamoqchiman hozir. Tanlamay qoldim. Fevral oyini tanladik. Va qaysi sanada yasamoqmiz? Asosan tabel o'sha oyni oxirgi sanasida yasaladi. Shuning uchun biz deylik oxirgi sanasini qo'ydik. Hop, danniy dotda, ya'ni qaysi bo'lim uchun yasayapsan deb ko'rsatadi. Ya'ni tekushi месяц, ya'ni bir oylik tabel yasamoqchimanmi yoki birinchi первая половина месяца deb birinchi yarim oylik uchun yoki ikkinchi yarim oylik uchun yasamoqmiz. Birinchi yarim oylik uchun yasashlik asosan avans berilayotgan paytda 15 kun uchun tabel yasashimiz kerak bo'ladi. O'shanda foydalanamiz. Yoki произвольный период, ya'ni ish kuniga qarab o'zimiz belgilashimiz mumkin. Mana shu kundan mana shu kungacha yasab bergan deb ko'rsatishimiz ham mumkin. Biz hozir oylik uchun hisoblayotganligimiz uchun asosan mana shu tekushi месяцdan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Hop, tekushi месяц tanlagandik, mana fevral tanlab buni qo'yganligimiz uchun bizga o'zi chisloni qo'yib berdi. Birinchidan 28-gacha bo'lgan oraliqda, oraliq uchun shu kundan shu kungacha bo'lgan period uchun bizga aynan tabel yasab bermoqchiligini ko'rsatdi. Подразделение degan joyiga biza aynan qaysi bo'lim uchun oylik hisoblayotganligimizni alohida ko'rsatib qo'ysak ham bo'ladi. Misol uchun ma'muriyat xodimlarini o'ziga tabelasa, qo'riqlash bo'limini o'zi uchun tabelasa yoki ishlab chiqarish bo'limini o'zi uchun tabelasa, hokazo shunaqa buyruqni kirgizib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Biz hozir hamma xodim uchun yasaymiz. O'zini podrazdeliyasi qoladi o'shaning uchun. Hop, bu ma'lumotlarni kirgizib bo'lib, zaполнитni bossak, biz tanlagan oyda aynan shu kundan shu sanagacha nechta xodim ishlab, qaysi kundan dam olib, qaysi kunda ishga chiqqan bo'lsa, hammasini o'zi avtomat tarzda to'ldirib beradi. Demak, bizda hozir ikkita xodim bor ekan va ikkalasi ham 5 kunlik ish kunida ishlar ekan. O'shaning uchun shanba oddiqga V qo'ygan, выходной dam olish kuni va qolgan 5 kun uchun 8, ya'ni явки ish kuni 8 soat ishlagan deb ko'rsatib beryapti. Xo'p, agar biz shu fevral oyi uchun qaysidir xodimimizni bannichniy, отпускga yoki qanaqadir прогулlarni nimadirlarni kirgizgan bo'lganimizda, adinizki, ya'ni oy davomida ma'lumotlarni o'z vaqtida kirgizib borilgan bo'lsa, bu yerda o'zi avtomat tarzda paydo bo'ladi. Bannichniy bo'lsa B harfi qo'yiladi. Xullas o'zini ma'lumotlari, ya'ni kirgizgan ma'lumotlar asosida bir oylik tabel ishga chiqqan va chiqmagan kunlarini adinesi o'zi to'ldirib beradi. Bu ma'lumotlarni to'ldirganimizdan keyin провести и закрытni bosamiz, bizani yasagan tabelimiz paydo bo'ladi.